Homila oldi suvini ketayotganini qatdan bilsak bo'ladi. Ko'p homilador ayollar mana suv ketyapti deb shikoyat bilan kelishadi. Bir xillarida shu homilador ayollarni suv ketyaptimi yoki qindan ajralma ketyaptimi adashtirib qo'yishadi. Homila oldi suvlari ketayotganini ayol kishi yotgan holatida kontrolni podkladga qo'yadi. O'ngga yoki chapga ag'darilganda o'sha prokladkasi ho'l bo'ladi. O'shandan bilsa bo'ladi suv ketayotganini. Lekin suv ketayotganda darrov panikaga tushish keragi yo'q. Sababi bola boshi bilan turadi, boshini oldi suvlari bo'ladi hamda orqa suvlari bo'ladi. Oldi suvlari ketganda hali homilani orqa suvlari ham bo'ladi. Ular har 2-3 soatda yangilanib turadi. Suv ketganda vahimaga tushmasdan o'sha sumkalarni olib, bola kiyimlari, o'zlarining kiyimlarini, shaxsiy gigiyenik narsalarni olib roddomga boriladi. Darrov suv ketgandan keyin qo'rquvga tushishadi. Bolam quruqlikda qolib ketmaydimi deb. Quruqlikda qolib ketmaydi, chunki atrofida hali suvlari bo'ladi, kutiladi. Ko'pincha 90%, 90-95% ayol bir sutka ichida o'zi dardga kirib tug'ishadi.